Hech o'ylab ko'rganmisiz? Ko'z o'zi nima? So'zmi yoki gapmi? Nega ba'zida ko'z bu ikkalasi ham bo'la oladi, ba'zida esa faqat bittasi bo'la oladi? Shunda har qanday so'zning oxiriga nuqta qo'ysak, u gapga aylanadimi? Gap o'zi nima? Videoni oxirigacha ko'ring. Gap nimaligidan tashqari abituriyentlarni adashtiradigan yig'iq va yoyiq gaplar hamda ekrandagi ushbu gap turlari haqida gaplashamiz. Unda boshladik. Bugun gap tasnifi haqida gaplashamiz. Gap tasnifi arab tilidan kirib kelgan bo'lib, sinflarga ajratish degan ma'noni anglatadi. Tugallangan mazmun va ohang bo'lsa gap bo'ladi. So'zlarning miqdori gap uchun asos bo'lmaydi. Demak, tugallangan mazmun va ohang bormi, demak, ana shu gap hisoblanadi. Bir so'zdan iborat bo'lsin, xoh bir necha so'zdan iborat bo'lsin, demak bizga asosiysi tugallangan mazmun va ohang ekan. Masalan, bir necha birikmalardan iborat. Bugun kayfiyatim har kungidan a'lo. Bu ham gap. Shunchaki ha deb qo'ydingiz. Bu ham gap hisoblanadi. Gap tasnifini quyidagicha bo'lib olamiz. Kesimlar tarkibiga ko'ra, eganing ishtirokiga ko'ra, ikkinchi darajali bo'laklarning ishtirokiga ko'ra, zaruriy bo'laklar ishtirokiga ko'ra, ifoda maqsadiga ko'ra, his-hayajon ifodalanishiga ko'ra. Zaruriy bo'laklarning ishtirokiga ko'ra to'liq va to'liqsiz gaplarga bo'lib olamiz. Fikrni ifodalash uchun barcha bo'laklar yetarli bo'lsa to'liq gap. Agarda bu barcha bo'laklar yetarli bo'lmasa, bu to'liqsiz gap hisoblanadi. Masalan, nima qilyapsan yoki bilmayman dedingiz. Siz fikrni bemalol yetkazib bera olyapsiz va atrofdagilar ham buni osongina tushunishadi. Demak, bu to'liq gap. Kechasi bilan darsni tayyorlab chiqdim. Bu ham to'liq gap. E'tibor bering ushbu gaplarning shakliga. Demak, biz to'liq gapni aniqlayotganda biz shakliga, ya'ni barcha bo'laklar mavjudligiga emas, fikrni yetkazib bera olishimizga qarab baholar ekanmiz. Fikrni ifodalash uchun barcha bo'laklar yetarli bo'lmasa, demak bu to'liqsiz gap ekan. To'liqsiz gaplarni 3 ta holatda ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni birinchisi kesimni tushirgan holatda. Tug'ilgan kuningiz bilan. Demak, bu yerda tabriklayman tushib qolyapti. Ikkinchisi esa dialogda. Bugun maktabga borasanmi degan, demak, savolga dialogimizda javob tarzida shunchaki ha deymiz. Demak, bu yerda to'liqsiz gap ha. Ya'ni o'zi aslida ha, bugun men maktabga boraman deb aytilishi kerak edi. Demak, boshqa bo'laklar tushib qolyapti. Keyingisi esa maqollarda birinchi qismdagi so'z ikkinchi qismda tushib qoladi. Masalan, bulbul chamanni sevar, odam vatanni. Demak, bu yerda sevar so'zi tushib qolyapti. Demak, to'liq va to'liqsiz gaplarni aniqlayotganda fikrni yetkazib bera olayotgan bo'laklarimizga e'tibor qaratar ekanmiz. Endi esa ikkinchi darajali bo'laklarning ishtirokiga ko'ra yig'iq va yoyiq gaplarni ko'rib chiqamiz. Agarda ega va kesim yoki kesimning o'zi kelsa gaplarda, bu yig'iq gap ekan. Gapimizning tarkibida yo aniqlovchi, yo to'ldiruvchi, yo hol kelsa, bu yoyiq gap hisoblanar ekan. Masalan, men boraman, gapirma. Ushbu ikkala gap ham yig'iq gaplarga kiradi. Sababi birinchisida ega va kesim, ikkinchisida esa kesimning o'zi ishtirok etyapti. Odamlar bilan samimiy gaplash. Demak, bu yerda gaplash kesim, samimiy qay holatda, demak, qanday? Demak, bu yerda hol. Odamlar bilan, kim bilan? To'ldiruvchi. Demak, bu yerda boshqa gap bo'laklari mavjud bo'lganligi uchun yoyiq gap hisoblanadi. Eslatma sifatida shuni aytmoqchimanki, avval gapning kesimi va egani aniqlab olib, so'ngra yig'iq va yoyiq gapni aniqlagan ma'qul. Ya'ni, gaplarning shakliga qarab turib biz gapning uzunligi, birikmalarning ko'pligiga qarab turib yoyiq gapga olishga shoshilmasligimiz lozim. Sababi ega va kesim birikma holatda kelishi mumkin. Demak, misollarda ko'rib chiqamiz. Kitob o'qidim. Kesimni aniqlab olamiz. O'qidim, kesim. Kitob nima deb savol berishga shoshilmaymiz. Biz bilamiz, nechun kelishi belgili va belgisiz qo'llanishni o'tgan edik. Demak, bu yerda kitobni o'qidim to'ldiruvchi bo'lyapti. To'ldiruvchi mavjud bo'lganligi uchun bu yoyiq gapga kiryapti. Axir hafsalasi pir bo'lgani ko'rinib turgan edi-yu. Kesimni aniqlab olamiz. Ko'rinib turgan edi-yu. Nima ko'rinib turgan edi? Hafsalasi pir bo'lgani. Demak, bu yerda ega birikma holatda, ya'ni ibora bo'lib kelyapti. Va shuning uchun barchasiga bitta savol berib, bitta tagiga chizar ekanmiz. Axir esa yuklamaga tagiga chizilmaydi ham, unga savol berilmaydi ham. Demak, bu yerda faqatgina ega kesimdan tarkib topgan gapni ko'rishimiz mumkin. Shu sababli bu yig'iq gapga kiradi.
Shundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, yig'iq va yoyiq gaplar shakliga qarab topilmaydi. Ya'ni kesim va ega birikma holatida kelgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz avval kesimni va egani aniqlab olishimiz kerak. Agar uning tarkibida birgina to'ldiruvchi yoki birgina aniqlovchi yoki birgina hol keladigan bo'lsa, bu yoyiq gapga kirar ekan. Kesimlarning tarkibiga ko'ra biz gaplarni ikkiga bo'lib olamiz. Sodda gaplar hamda qo'shma gaplar. Agar gapning tarkibida bitta kesim kelsa, sodda gap, tarkibida ikkita kesim keladigan bo'lsa, qo'shma gapga kiradi. Keling misollar bilan ko'rib chiqamiz. Bo'sh vaqtingda ko'proq kitob o'qi. Demak, kesim o'qi. Boshqa, demak bu yerda kesim mavjud emas. Meni har qanday vaziyatda ham tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan inson bu onam. Demak, bu yerda onam kesim, bu gapda boshqa kesim mavjud emas. To'g'ri, aytishingiz mumkin, bu yerda fe'llar bor-ku, nega kesim bo'lmaydi deb, masalan, tushunmoq, qo'llab-quvvatlamoq degan so'zlarimizdan kelib chiqib, nega bular kesim bo'lmayapti deyishingiz mumkin. Demak, tushunadigan, qo'llab-quvvatlaydigan, demak, shakliga e'tibor beramiz. Gan. Gan sifatdosh, demak bu yerda kesim emas, aniqlash vazifasida kelyapti. Ya'ni quvvatlaydigan inson qanday inson, tushunadigan inson qanday inson, demak bu yerda sifatdosh, kesim emas, aniqlovchi ekan. Aziza uyalib, xijolat bo'lib, yerga qaragancha jim o'tir. Demak bu yerda jim o'tirdi kesim. Xijolat bo'lib, uyalib, yerga qaragancha, demak bular esa ravishdosh ekan. Biz demak gap bo'laklarini o'tganda ushbu ma'lumotga ega bo'ldikki, ravishdosh kesim bo'lib kela olmaydi. Shundan kelib chiqqan holatda faqatgina jim o'tirdini kesim sifatida belgiladik. Biz kesimni aniqlayotganda, har qanday gap bo'lagini aniqlayotganda avvalgi darslarda o'rgatdim, savol berish yordamida topishimiz lozim. Demak, o'qigan, tushungan degan gan sifatdoshiga savol berayotganda, o'qigan inson, tushungan inson qanday inson? Demak, bu yerda qanday kesim emasligi ko'rinib turibdi. Uyalib, xijolat bo'lib, yerga qaragancha o'tiribdi. Qay holatda o'tiribdi? Demak, bu yerda qay holatda kesim emas, holligi ko'rinib turibdi. Tarkibida 2 va undan ortiq kesim kelsa, qo'shma gap hisoblanadi. Keling, ularni misollar bilan ko'rib chiqamiz. Shuni bilginki, yaxshi va yomon kunlar hammaning boshidan o'tadi. Demak, bu yerda kesimlarni aniqlab olamiz. Boshidan o'tadi. Shuni bilginki. Demak, kesimlar soni 2 ta, shu sababdan qo'shma gap. Keyingi misol, kelsang boramiz. Bu yerda ikkalasi ham kesim. Sababi, kesim bo'lishi uchun bizga 3 ta narsa kerak edi. Birinchisi, demak, zamon, ikkinchisi mayl, uchinchisi esa shaxson. Agar mana shu qo'shimchalar mavjud bo'lsa, bu kesim bo'lishi kerak. Kelsang boramiz. Demak, miz bu yerda shaxson, a esa kelasi zamon. Kelsang nigi shaxson, sa esa shart mayli. Demak, ikkalasi ham kesim ekan. Ega qanday deyishingiz mumkin, bu yerda ega tushib qolgan. Sen kelsang, biz boramiz. Demak, bu yerda biz kesimlar orqali, shaxsonlar orqali egani tiklab olar edik. Avvalgi mavzularda o'tgandek. Demak, bu qo'shma gapga misol ekan. Demak, to'liq va to'liqsiz gaplarda ham, yig'iq va yoyiq gaplarda ham, hattoki sodda va qo'shma gaplarda ham shaklga qarab aniqlamas ekanmiz. Aynan nimaga ko'ra biz ularni bo'layotganimizni aniqlab olib, demak, shunga qarab belgilaymiz. Kesimlar ikkitami? Bu qo'shma gap. Ega kesimdan tashqari boshqa gap bo'lagi mavjudmi? Demak, bu yoyiq gap. Fikrni ifodalay olyapmizmi? Demak, bu to'liq gap. Endi esa ifoda maqsadiga ko'ra gaplarni darak gap, so'roq gap, buyruq gap, istak gaplarga bo'lib olamiz. Xabar berish maqsadida darak gapdan foydalanamiz. Masalan, sizni ko'rganimdan xursandman. So'roq gaplarni 3 turga bo'lib olamiz. So'v so'roq gaplar: qayerga borasan? Yoshing nechida? Demak, bu yerdagi savollarga javob berish shart. Ikkinchisi retorik so'roq gap. Bu yerda savolga javob berilmaydi, javob o'zining ichida turibdi. Masalan, shu ishing yaxshimi? Uchinchisi so'roq buyruq gap. Bu yerda hech qanday savol bermayapti. Asosan maqsad buyruq berish. Kattalarga joy bermaysanmi? Keyingi gapimiz buyruq gap. Buyruq gap buyurish, iltimos, taklif, tashviq, maslahat ma'nolarini berishi mumkin. Masalan, uylarni tozalab qo'y. Bu yerda buyruq beryapti. Menga yordam bering. Demak, bu iltimos. Oxirgisi esa istak gap. Istak gap saida shaklida hosil bo'ladi. Masalan, qaniydi hozir sayohatda bo'lib qolsam, menda ham mashina bo'lib qolsa edi. Demak, bu istash ma'nosini bildiryapti. Birinchi gapda sa, ikkinchisi esa sa edi shaklida kelyapti.
Yaxshi o'qisang imtihonlarni topshirib olasan. Demak, bu yerga e'tibor berishimiz kerak. Sa mavjud, lekin bu sta gap emas. Ya'ni u shart. Yaxshi o'qisagina u imtihonlarni topshirib oladi. Demak, sta gapdagi sa bilan shart maylidagi sani ajratib olishimiz kerak ekan. Ya'ni o'qishga kirish uchun u yaxshi o'qishi shart. Lekin hozir sayohatda bo'lib qolsam esa bu istak, orzu ma'nosini ifodalayotganini bilishimiz mumkin. Hissiyotni ifodalashiga ko'ra his-hayajon gap va his-hayajonsiz gaplarga bo'lib olamiz. Quvonch, hayrat, afsus, g'azabni ifodalayotganda demak biz his-hayajon bilan aytsak, his-hayajonli gaplar hisoblanar ekan. Masalan, uf, yana boshlandimi? Ofarin o'quvchilar. Demak, buni men his-hayajon bilan aytadigan bo'lsam, bu yerda undov belgisini qo'yib, his-hayajon gapga aylantirib olaman. His-hayajonsiz gap esa shunchaki ma'lumot, ya'ni xabar beradi. Bugungi kunim mazmunli o'tdi. Endi esa egalik va egasiz gaplar haqida gaplashsak. Biz avvalgi mavzularda ega haqida gaplashganmiz. Egalik, egasiz gaplarni misollar bilan tushuntirib bergan edim. Demak, buni yana bir bora ko'rib chiqamiz. Eganing ishtirokiga ko'ra egalik va egasiz gaplarga bo'linadi. Men bugun maktabga bordim, demak bu yerda ega mavjud. Egasiz gaplarni esa 3 ga bo'lib olamiz. Shaxsi ma'lum, egasi umumlashgan, shaxsi noma'lum. Shaxsi ma'lum gaplar demak, kesim orqali biz egani tiklab olardik. Maktabga bordim. Demak, bordim shaxsondan men bordim deb meni tiklab, egani tiklab olar edik. Egasi umumlashgan gaplar, e'lonlar, maqollar, demak, hikmatli so'zlar egasi umumlashgan edi. Masalan, eshikka suyanmang. Bu yerda chekilmasin. Demak, bu barcha uchun tegishli bo'lgan gap. Shaxsi noma'lum gaplarni esa 3 ga bo'lib olamiz. Shaxsi noma'lum, ato va so'z gaplarga. Shaxsi noma'lum gaplar demak o'zining maxsus shakllari mavjud edi. Demak, ekranga buni eslab olishingiz uchun chiqaramiz. Atov gaplar bu aynan so'zlovchining tafakkurida qaysidir voqea yoki qaysidir tasvirni tiklash uchun qo'llaydigan gaplarimiz edi. Masalan, bahor, kuz deb ana shu tasvirni men xayolimda tiklasam, demak bu atov gap hisoblanar edi. So'z gap kunlik nutqimizda foydalanadigan ko'plab gaplarimizni olishimiz mumkin. Assalomu alaykum, xo'p bo'ladi, tashakkur. Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, gaplarni tasniflayotganimizda aynan nimaga ko'ra gaplarni turiga bo'lgan bo'lsak, shunga qarab topishimiz lozim. Demak, gaplarning shakliga qarab topish bu eng xato usul ekan. Keyingi darsdan ko'rish uchun playlist ustiga bosing.